Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda dahshatli fojia sabab afsuski 4 kishi tiriklayin yonib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan u yerda bo'lgan insonlarning oila a'zolari va yaqinlari darhol xabardor bo'lishlari uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'rta Chirchiqdagi xonadonda yuz bergan yong'inda 4 kishi halok bo'ldi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi xonadonda yuz bergan portlash oqibatida bir oilaning 4 nafar a'zosi vafot etdi. Bu haqida Ishonch.uz xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, voqea 16 aprel kuni O'rta Ovul mahalla fuqarolar yig'indagi xonadonda ro'y bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 1996-yilda tug'ilgan erkak va uning 3 nafar farzandi portlashdan so'ng kelib chiqqan yong'inda halok bo'lgan. Uning turmush o'rtog'i hamda onasi og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Qo'shnilarning aytishicha, voqea sodir bo'lgan paytda erkak yaqinlarini qutqarishga uringan. U ayoli va onasini derazadan tashqariga chiqarib yuborishga ulgurgan, ammo bolalarini qutqarishga harakat qilgan paytda o'zi ham halok bo'lgan. Hozircha holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berilmadi. 2026-yilning fevralda Qo'qondagi ko'p qavatli uyda gaz portlaganda hodisa oqibatida bir nechta xonadonlarga zarar yetgan 4 nafar fuqaro turli darajada kuyish tan jarohati olib, ulardan biri shifoxonada vafot etgandi. Mutaxassislar tomonidan o'rganish jarayonida ushbu chaqnash sodir bo'lgan xonadonda uy egasi gaz plitasidan foydalangan paytda nostandart shlanglardan foydalangan va bu oxir oqibat o'sha katta fojiaga sabab bo'lgan, deyiladi xabarda.